Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar. Bugun akalar sizlarga sotilgan joylaridan syomka qilib chiqarib beramiz. Akalar, bilasizlar bizning kanalimizda bu akalarimizni kelayotgan jarayoni, sotilayotgan jarayoni hammasini akalar dokazati bilan chiroyli qilib syomka qilib chiqarib turamiz kanalimizda. Kanalimiz mehmonlar albatta o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ana bir marta bosib bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga mana shunaqa chiroyli, qiziqarli videolarni qo'yib turishga harakat qilamiz. Like bosinglar, syomkani boshladik. Hozir bugungi video syomkamizda akalar kech bo'lganiga qaramasdan Andijonlik hoji akamiz 70 ta qo'yimiz baraka bo'lgan ekan. Ashlar sizlar nech bilan sotildi. Mana dastlabki xizmatlarni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Mana nechtasi baraka bo'ldi endi mana o'zidan ishlaydi. 72 tasi baraka bo'ldi. 72 donasi baraka bo'ldi, to'g'rimi? 72 ta baraka bo'ldi. 15 ta qo'chqor. Ha, qo'chqor ham olishdi, to'g'rimi? Ha, 15 ta qo'chqor ham olishdi. Mana shular ichida yurib qo'shib qo'yamiz deb. Nasldor chiroylilardan qilib berdi, uni qora kashtan qo'chqor. Bular qo'chqor, to'g'rimi? Qo'chqor. Hop, 5 million 400 mingdan Elbek qo'chqorlarni berdik. 5 million 400 dan qo'chqorlar. 15 ta qo'chqor berdik. 15 dona qo'chqor. Moni ichida 16 ta soliq bor, arashan soliqlar. 6 million 600 mingdan, bag'i 8 milliondan bo'ldi Elbek. Bu taraf 8 milliondan. Ha. Arashanlarni ham lekin aeroportda oldida hojdog'amiz oldilar. 72 bosh Elbek общий son. Andijonlik hojdog'amiz qo'ydi yaxshi bilar ekan mana. Qo'ydi endi hali hamma joyda aylanib ko'rib keldim. Menga to'g'risi sifat muhim dedilar. Sifatli chiroylilar. Qo'ylar ko'rib turib aytyapman obunachilar mana. Andijonlik hojdog'amizdan o'zlari ko'rib turgan bo'lsa, like bosib, kommentariya yozib qo'ying. Qo'ydi zo'rlanib olsin. Qo'ydi yaxshi bilar ekan. Ko'rsatib qo'ying, ikkitasi. Akalar sog'liqlarga qaranglar. O'ta ham go'zal sog'liqlar olibdilar. 100 kilo atrofida, 100 kilo plus minus atrofida qo'ylar. Puliga arziydigan qo'ylar qilib berdi Elbek. Misol bu kichkina pulga olingani yo'q Elbek. Lekin yillar davomida baraka topadigan qo'ylar qilib berdi. Ikkitasi tug'ib ham qo'yibdi. Ha, o'zimizni qo'limizda tug'di. Barakani olib ketdilar. Jo'natib yuborasan deb mashitda tug'di. Mashitda tug'di. Akalar ko'ryapsizlarmi? Dastlabki xizmatlari bor akalar. Qo'ylari ko'p ekan. Seligon ko'p ekan akalar. Qo'y o'shuning uchun narxlar ham yo'lida. Mana sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Yana sotiladigan qo'ylarni ham kelaverasizlar. Aslamdan akalar bitta 90% qo'chqor ekan akalar. Hozir qolgani soliqlar o'zi hammasi baraka bo'libdi. Mana akalar qo'chqor. Endi mana shu ikkita qo'rada 250 ta qo'chqor turibdi. Mana shu ikki qo'rada 250 bosh, 250 ta. 250 bosh akalar qo'chqorlar ko'ryapsizlarmi? Kech paytda akalar bular opto ham kerak emas. Ba'zilar opto kelsa yaltiraydi deyiladi-ku. Akalar opto ham kerak emas. Kechasi soat mana 8:30 bo'lyapti. Yaltirlab turishini qaranglar, svetni tagini ham. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Dastlabki xizmat bepul, to'g'rimi? Hozir men yuklash jarayonini ham bitta videoga olasiz. Men ovorib tushirayotgan joyimdan ham bitta video qilib qo'yaman. Ha, faqat tushirgan. Video qilib, mana shu videoga qo'shib qo'yib yuborasiz. Mana shu videoga qo'shib qo'yib yuboramiz. Endi hali misol ko'pchilik yozadi kommentariyada. Bu bolalar har kuni 300 ta 400 ta qo'y chiqaraveradi, sotiladimi deb yozadi bir xil odam. To'g'ri. Muncha qimmat deb yozadi bir xilga odam. Narx qimmat emas Elbek. Yaxshi narsa hech qayerda birinchidan arzon bo'lmaydi. Yaxshi narsa olaman degan odamlar kelsa, lekin narxidan kelishtirib beryapmiz hamma. Narxini yo'lga qilib berilyapti. Atrofda chunki qo'y ko'p, to'g'rimi? Qo'y ko'p Elbek. Hozir nechta bor jami yana sotiladigan? Mashinadan tashqari. Sotilgandan tashqari. Atrofida qo'y bor. Ay, sotilgandan tashqari 500 ta qoldi, to'g'rimi? Tashqari 500 ta atrofida qo'y bor. Plus xudo xolasa ertaga yana boshqa partiya soliqlarimiz keladi, xudo. Yangi partiya keladi, Yangi to'g'rimi? partiya soliqlar keladi, 200 ta atrofida. Ulardan video qilib chiqaramiz. Asosiy bu kanalda keyingilarga nima vasda sotiladigan narxlarni aytib chiqarmaymiz. Bu kanalda ko'proq kelgani, sotilgani, tashlab berganlarimizni qo'yib boryapmiz endi. Nimaga o'zimiz kanalga qo'ygani vaqt bo'lmay qolyapti. Uyda oldi, sotdi bilan bo'lib vaqt bo'lmay qolyapti. Hozir bu Andijon ketyapti, to'g'rimi? Andijon. Xo'p, hozir xuddi shunaqa qilib 70 ta yo 100 ta olamiz deysa, masalan, Toshkentga, Samarqand, Buxoroga ham bormi dastlab keladi? O'zbekistonning xaritasidan chiqib ketmagan holatda soni chegarasi yaxshi qo'y olamiz desa qilib bera olamiz. Akalar mana dastlabkasini ba'zi odam dastlabkasiga ham solib pul mindirishi mumkin, boshqa mindirishi yo'q. Akalar transportlar ham akalar, transportlar o'zlarida. Kesalar akalar, u plus gaz quyib borib kelinadi mashinaga. O'zimiz gazini qo'ysak arzimagan pulga gaz quyiladi 3-400 ming. Misol uchun O'zbekistonning bo'y joyiga olib borib bera olamiz. Hozir mana shu qo'y ham Andijonga 1 million, 1,5 millionga boradi. 70 ta qo'y. Misol uchun. Hozir shuni yo'l kirasini ham hisoblaydigan bo'lsak 1 million, 1,5 million pul oladi. Lekin o'zimiz 100 ming, 150 minglik gaz bilan borib kelamiz. O'shuning uchun akalar qo'ydi asosiysi narxida emas. Narxini ham lekin kesalang, mana ustiga kelib ko'ringlar, akalar o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Narxini ham yo'lda qilib berishadi, ili qo'ydi zo'rini olasizlar.
zo'r narsa baribir hamma joyda pul akalar. Misol olib boqadigan odamga misol uchun 100 ming, 200 ming qimmati bilinmaydi, lekin yaxshi narsa olsalar akalar 5-10 kunda qoplanib ketadigan narsa. Misol sifatiga, asosiy narsa sifatga qarash kerak. Sifat muhim akalar. Video qilsangiz, videoyingiz ham o'zi cho'zilib ketadi-yu. Hamma qo'rani olib chiqsangiz ham birorta bema'ni qo'y saqlamaymiz. To'g'ri, keling birorta besifat qo'y yo'q. Biz ko'proq Elbek hali o'zimizni o'ylagan holatda qo'ya olamiz, Elbek. 1000 obunachilarga yoqmagan taqdirda ham o'zimizga yoqadigan narsa olamiz. Iloji boricha sifatlisini olamiz, qo'ydi. Xo'p, hozir mana shu kanalni ko'rib telefon qilsa yana soliq qo'y bormi? Bor Elbek. Soliq bor. Yil 12 oy Qo'chqor soliq telefon qilishaveradi Elbek. Akalar soliq bor ekan, yana so'raganlarga. 50 ta soliq turibdi. 50 bosh, ha? Ha, 50 bosh, 2 tish, 4 tish, 6 tish soliq bor. 2 tish, 4 tish, 6 tish soliqlar akalar. Bu reslari 70, 80, 85 kilo atrofida. Soliq zo'r ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu qo'ylar telefon qilinglar, masalan uchun. Ekranga nomer qoldiradi, bo'lmasa ustiga kelib, yorug'da kelib ko'ringlar akalar. 50 dona ekan. 1 metrlik qo'chqor ichida turgan qo'shib olib kelganmiz. Ha, akalar. 1 metrlik qo'chqori bilan billa oldik. Shu qo'shilganda, to'g'rimi shunga? Bitta partiya o'zi Elbek. Ha, shu qo'shilgan. Qaysi bitta obunachiga beramiz, nasib qilsa. Akalar, hozir qani? Yuklaylik. Yuklaymiz bo'lmasa, bittadan like deb bosib turinglar. Yuklaymiz, yuklaydi hozir. 24 ga 7 aka, dastlab 24 ga 7. 700 beriladi. 700 beriladi. Bular mehnat. O'zbekiston bo'ylab. Yo'q, shu bolalarni ham bittadan like bosib qo'yasizlar. Katta kelaman. Hammaga masalan 70-80 dan qo'yib olib boqish nasib qilsin deydi. Havas qilganlar bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, chiroyli.